Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım, barliq Uyghur qarindaşlarım. Allah'ın merhameti bilen bugün yana bir qitim yüz görüşüp oturuvatımız. Allah'a hamdlar olsun. Bugünkü mavzumuz Rossiya ajizlashgandan keyin maydonga keladigan geopolitik yangi ahvollar. Bu mavzu xalqimiz bek ko'ngil bilayotgan Rossiya-Ukraina urushiga bog'liq bo'lg'achqa hammalarning diqqatini qo'zg'ishi mumkin. Rossiya-Ukraina urushi davom qilyapti. Qarindoshlarim Rossiyaga la'natlar yog'dirib, uning mag'lubiyatini tilayapti. Xitoylarning Rossiyaga yordam berishi qarindoshlarning qarashlariga texmi sabitlik ato qilyapti. Men bugun ajizlashgan bir Rossiya borliqqa kelgan dunyoda qanday siyosiy jug'rafiyalik yangi ahvollarning yuz beradiganligi haqida mulohazamni o'tirib qo'ymoqchiman. Bu urush G'arbning Rossiyani ajizlatish uchun Astrotdan kuch kiritishi natijasida maydonga kelgan urush bo'lib, bugun balki G'arbliklarni, Ruslarni pushaymon qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu bizning ko'rayotganimizdek shayning oldi yuzida ko'rinayotganidek bo'lgan taqdirda, ya'ni ikki davlat urushyapti. Başka devletler onunla yoki bununla yordam qilyapti shakldagi mush ko'rinish bo'yicha bo'lsa, haqiqiy ahvol. Her ikki taraf pushaymon qilayotgan bo'lishi mumkin. Agar birisi aqsida turib, bizga ko'ringandek bu davlatlarning ishi emas, ma'lum guruhlarning davlatlarning qo'li bilan qilayotgan ishi bo'lsa, albatta bunda pushaymon qilishi notayin. Buni atayitan qilayotgan bo'lg'achqa. Agar Rossiya Qrim va Donbassni besib olgandan keyin dunyoning aralashmasligidan foydalanib, bu yerdagi mavjudlikni muqimlash qo'ydi bo'lgan bo'lsa, keyingi urushni qo'shmagan bo'lsa, ish norozilik bildirish quruqdan quruq qarshiliklar bilan tinchib qolardi. Balkim amdagi vaziyatda Rossiya keyingi urushni qo'zg'aganligi uchun pushaymon qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki endi Rossiya uchun yo'l bosqi minib qolib tushalmaslik vaziyati shakllandi. Dunyoning novchilaridan biri bo'lishdek obrazi sulh talab qilishga yo'l qo'ymaydi. Yo'g'onlik Xristian maydonga kelgan gajgi qattiqligi Rossiya uchun yengilishni tan olishga to'sqinlik qiladi. Shundaqla aslida Ukrainaning taslimi bilan oyoqlashish kutilgan bu urush endilikda G'arbning aqsida bo'lish tufayli Ukrainaning tirkishi davomlashadi. G'arbni bel qo'yib o'tishni o'zining sha'niga muvofiq ko'rmaydi. Urush davom qiladi. Agar G'arb zerikmasa, Ukraina tirkishadi. Natijada Rossiya ajizlaydi. Bugungi vaziyatdan kimning bel qo'yib o'tishini belgilash baldurlik qilsa-mu, lekin biz bugungi mulohazani Rossiyaning yengilish tarafidan, ya'ni agar Rossiya yengilsa degan bu shart jumla bilan mushu nuqtadan boshlab o'tmoqchi. Bu Rossiya cho'qim yengiladi deganlikmi emas. Faqat ikki xil ehtimollikning biri yuz bersa qanday bo'ladi? Agar Rossiya yengsimi ajizlashadi. Urush qilgan har ikki taraf ajizlaydi. Yengilsimi ajizlaydi aslida. Bu tarafdan bir o'xshashlikmi bor? Mushu nuqtadan mulohaza olib boramiz. Ama buni Rossiya yengiladi yoki Ukraina yengiladi deb muqimlashtirganligimiz emas bu. Bu bir ehtimollik farazi bilan agar ashta bo'lib qolsa, dunyoda nima yangiliklar borlik ketadi degan nuqtadan olib beriladigan bir mulohaza. Rossiyaga Xitoylar yordam beryapti.
bu Xitaylarning Rossiyani qutqizib olish uchun do'stlik qo'lini sunayotgani deb tushunilsa, bakmi bolalik bo'ladi. Xitaylarning hech kim bilan do'st emas, o'z planlarining taqozosi uchun ruslarga yordam berishi zarurligidan yordam beryapti. Bu qanday gap? Qarindoshlar to'r to'plarda Xitaylarning yo'llanmalarida Xitoy tushi degan bir atalg'ini cheliqtirayotgan bo'lishi mumkin. Dal mana shu Xitoy tushi yoki buyuk Xitoy tushini amalga oshirish uchun Osiyoda bir vakuum, ya'ni kuch bo'shliqi maydonga kelishi zarur. Dünya siyasi şahmatida tinchlik kuch nuqtalarining tangtongligidan maydonga keladi. Kuch nuqtalaridan biri ojizlasa, uning nopuz rayonlarida bir kuch bo'shliqi, ya'ni vakuum borligi keladi. Bu vakuum darhol yana bir cho'ng kuch tarafidan to'ldiriladi. Bu harakat dunyo tinchligining buzilishi deb ataladi. Bunun bilan dunyo coğrafiyasida xaritalar boshqadan chiziladi. Ya'ni bu siyosiy coğrafiyalik o'zgarishni keltirib chiqaradi. Bu munosabat xuddi bir muddatlik bombaning tok yo'l taxtisidagi kuchdan o'xshaydi. Deylik ki bu bombaning ikki ayrim tok manbasi bor. İki yoki ikki guruh batareyasi bor desak bo'ladi. Biri bek ostdan yoshirin batareyaning biri, yana biri ustida oson bayqaladigan shaklda ikki batareyadan keladigan tok yo'li bir-biriga qarshi qo'yilgan bo'lib, ustdagi oson bayqaladigan batareyaning tok yo'li kesib etilgan hamon batareyasini kesib etsam farqlamaydi degan xiyol bilan bu eziqtirish uchun shuna qilindi. Kesib etilgan hamon bu yerdagi paydo bo'lgan vakuumdan foydalanib ostidagi batareyadan keladigan tokning yo'li ochilib kapsulga tutishadi. Bomba portlaydi. Bu xuddi shuningdek bir ish. Xitoylarning buyuk Xitoy imperiyasi qurish yerin tushi bugungi Xitoylar tarafidan o'tirib qo'yilgan yangi projema emas. Bu Xitoylarning yoshirin engida tug'ilishidan mavjud. Genidan geniga o'tayotgan kengaymichilik ro'yining mahsuli. O'zlarini dunyoning markazi deb biladigan, birdan bir mukammal odam deb biladigan tug'mish sho'nis tabiati belgilagan bir projedir. Bu ruh faqat ba'zi davrlarda ojizlashgan Xitoylarda yoshirin holatga ko'chsa, kuchaygan zamonlarda oshkora o'tirib chiqib harakatga aylandi. Torlarda yana buyuk Xitoy tushi haqida ashaddiy millatchi Xitoylar tarafidan yo'llangan ba'zi yo'llanmalarda Çin sulolasining Kangxi davrida yetgan chegaralarni qaytadan qo'lga keltirish haqidagi orzulari xaritalar orqali o'tirib qo'yilmoqda. Hatto bir qatim men bir Xitoyning nima uchun Mongoliya Jungoga qo'shilib ketishni orzu qiladi mavzuliq bir yo'llanmasini ko'rgan edim. Bu jamoat fikrini chekib beqish, qarshiliklarni dansab bilish maqsadli o'tirib chiqarilgan yo'llanmalardir. Buyuk Xitoy tushi haqida Zibgini Brzezinski yazgan cho'ng shaxmat taxtisi Zibgini Brzezinskiyni ko'pchilik onu tunaysizlar ko'p kitob o'qiydigan bo'lganliklaringlardan bu Amerikaga Carter prezident bo'lgan zamonda Carterning siyoset maslahatchisi bo'lgan Harvardning siyaset fanlari professori Polsha Yahudisi. Şunun yazgan Çoğ Şahmat Taxtisi namlı kitapta bayonlar bo'lib, Buyuk Xitoy tushi degan namlı bir xarita var. Onunla qistirılgan bir xaritada Buyuk Xitoy tushida nishon qilingan Xitoy chegaralari ko'rsatilgan. Bu chegaralarni sizlarni bir ko'rib qo'yinglar. Mana bu shu kitobga qistirilgan xarita. Buyuk Xitoy tushi. Bu üzük sızıqlarda ko'rsatilgan ya Buyuk Xitoy tushi. Kelgusida Xitoylar ashunda qurib chiqmoqchi dunyoni. Xitoy buyuk imperiyani. Ko'rayotganinglardek bu qayalarni o'z ichiga oladi ekan, butun Koreyani o'z ichiga oladi. Janubiy va Shimoliy Koreyani butun. Rossiyaning uzoq sharqini,
Vladivostokdan Xabarovskgacha, Saxalin arali, Chita, Tashqi Mong'oliya, Qozog'iston, O'zbekistonning bir qismi, Turkmenistonning bir qismi, Tojikiston bilan Qirg'iziston butun, Pokiston, hatto Malayziya butun, Indoneziyaning asos qismi, Filippinlar. Mana bu. Büyük Xitay imperiyasi qurish shirin tushida planlangan chegaralar. Qarindoshlar, bu xaritaga ko'ra Xitoylar Rossiyaning sharqidagi Vladivostokdan Xabarovsk, Chita, Mong'oliya, butun Qozog'iston va O'rta Osiyo Jumhuriyatlari, hatto Sharqiy Hindiston, Indochina yarim oroli bu chegaralarning ichiga kirgizilgan. Bu chegaralarga yetib berish bek uzoq kelgusidagi nishonlar bo'lishi mumkin. Nima uchun bunday deydiganligimizni yana izohlaymiz. Agar orada beshini yeydigan bir qismatga yo'liqmagan taqdirda. Lekin mening o'ylashimcha, Xitoylarning oldi bilan yetib berishni ko'zlayotgan chegaralari bu xaritada ko'rsatilgandek bo'lishi mumkin. Ya'ni bu xaritada butun Qozog'iston emas. Butun Qozog'iston emas, Balqash ko'lining sharqi, asosligi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlar. Endi Qirg'iziston va Tojikiston. Indochina davlatlarining faqat chegara bo'ylaridagi ma'lum rayonlar. Bu Xitoylarning birinchi nishoni deb qarayman. Buningda butun Mong'oliya, Tashqi Mong'oliyaning hammasi. Nima uchun Tashqi Mong'oliyaning hammasi? Buningga javob beramiz. Rossiyaning sharqiy Saxalin oroli, Xabarovsk, Mong'oliyaning bugungi shimol chegaralari bilan qanoatlanmay, shimoldan Rossiyaning ma'lum zaminlarini qetib, andan Qozog'iston tuproqlaridan Balqash ko'lini g'arbiy chegara qilib, uning sharqidagi zaminlarni, Olmutini o'z ichiga olgan Uyg'ur rayonlarini va Qirg'iziston, Tojikistonning sharq taraflaridan ma'lum bo'laklarni o'z ichiga oladi. G'arbiy janubda Nepalni, Butanni tamoman yutib oladi. Janubda Birmaning shimolidan ma'lum joylarni, Laosning, Vyetnamning shimolidan ma'lum joylarni besib oladi. Xitoylarning keyingi chog'larda planliqdagi siyosatiga tuzatish kirgizib, bir balaliq olishni amaldan qoldirib, nüfusni ko'paytirishga yeshil chiroq yoqqanligidan hammalarning xabari bor. Bu ortiq nüfus nimaga kerak bo'lib qoldi? Buni o'ylab baqdinglarmi? Xitoylar ko'chman ko'chirish orqali yangi tuproqlarni mangulik hayotlik makoniga aylantirish tajribasi qozondi. Oldi bilan Manjuriyada birinchi qadamni boshlagan edi. Yuan Shikayning tashabbusi bilan Shandongdan Manjuriyaga aholi ko'chirib, bu yerning egillari bo'lgan manjurlarni makonsizlashtirib, andin assimilyatsiya qilib va qirib tugatgan edi. Bugun hech kim bu yerning Manjuriya ekanligini esiga ololmas oldi. Esiga olsa-mu, bu bir tarixiy nom bo'lib, bu tuproqda yashayotgan asosiy aholi Xitoylardan iborat bo'lganligi uchun Manjuriyaning tirilish ehtimolligi tamoman yo'q chiqdi. İkinci qadamini ichki Mong'oliyada amalga oshirdi. Uchinchi qadamini Sharq Turkistonda amaliyleştirmekte. Bu tecrübe Xitoylarga ko'chmanlik yo'li bilan kengayimchilik qilishning xatarsiz bo'lish bilan birga mangulik hayotlik makoni bo'lib qilish afzalligini tanitdi. Chunki harbiy harakatlar bilan ishg'ol qilingan bir territoriya mangulik hayotlik makoni bo'la olishi notayin. Çünkü tuproqning asli egillar tarafidan qo'g'lab chiqarilish xavfi har qachon mavjud. Ama ko'chmanlik usuli bilan ishg'ol qilishning afzalligi shu yerdaki, bu tuproqlar bir ikki avlod tutib turilsalar, bu fursatda asli yerlik aholidan ko'proq Xitoy ko'chmanlari to'ldirilsa, Xitoylarning ikkinchi avlodi bu tuproqlarda tug'ilsa, tabiiyki ularning tug'ilgan yurti bo'lishdek alaydilik
ularda kindiq qani to'kilgan tuproqlarni jon tikib qo'g'dash ruhini billa to'xtiradi. Osonlikqa tushirilgan milliy kimligidan yatlashtirilgan yerlik aholining tuproqlarini qaytarib olish ehtimolligi yo'q hisobda bo'ladi. Mana mushkul kengayish ehtiyoji uchun yangi hayotlik makonlarga ko'chman ko'chirish ehtiyoji uchun Xitoylar nüfusni ko'paytirishni keyingi kengayish planlarining asosiy deb qaraganlikdan birinchi bosqichga tayyorlik planiga qo'ydi nüfus ko'paytirishni. Bu kengayish fursatini marab tursa bu fursat bir kuni keladi. Çokum bir kun emas, bir kuni yetib keladi. Bugun Rossiya-Ukraina urushi Xitoylar uchun bu fursatni sunmoqda. Bu qanday amalga oshadi? Acizliğin bir Rossiya tüpeylidir, meydana keldiğin köç boşluğudur. Şunun için Rossiya Garip karşısında tizli yenilip qepığı çekense, Rossiyanın yanılı nurgun zapsı oludu kalır. Yani kuvveti yanılı saklanıp kalır. Bundaq bir Rossiyanın dünyadaki asaslık güç noktasının biri buluş salayeti yanılı mevcut demektir. Bu halda vakuum barlık gelmeyin. Şuna Rossiya tiz yenilip kalmaslığı gerek. Rossiyanın köprek qansırışı, halsızlanışı üçün uruş uzaq sozuluş gerek. Mana bu nişanlı yetiş üçün Xitaylar Rossiyaga yardım vermekte. Rossiyanın ko'nglini to'q tutib, urushni davom qilishi, texnik qansirish uchun yordam bermoqda. Qarindoshlardagi Rossiya dushmanligini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Rossiya bizning mustaqilligimizni 3 qatim barbod qilgan bir davlat. Yaqubbekni Xitoyga sotganmish u, birinchi jumhuriyatimizni yo'qotganmish u, ikkinchisini Xitoyga sotganmi mana shu Rossiya. Şunu onun tarixdagi jinoyatlar uchun yomon ko'rishimizda haqliq ekanligimiz ko'rinadi. Lekin davlatlar munosabatida mangulik do'st bo'lmagandek, mangulik dushmanmi yo'q ekanligi bugungi kunda hammamiz biladigan aqalli siyosiy sabab bo'lib qoldi. Shuni bugun Xitoylarning Rossiya sifida turishi taraflar xulosa chiqarish beknadonlik. Ojizlashgan Rossiyadan keyin maydonga keladigan vakuumni faraz qilish unchoqlami ta's emas. Masalan, Mongoliya Kurulgandan beri Ruslarning homiyligida qaram davlat bo'lib kelmoqda. O'z puti bilan o'rtirayotgan bir davlat emas. Ruslarning ojizlashishi bilan Mongollar homiysidan ayrilib qoladi. Shu holda put taraf tura olamdi. Nupusi az zamini kan Mongoliya Xitoylarning shirin tushidagi Kangshi xonning yetib qolgan chegaralari ichidagi bir rayon. Hatto Gomindangchilar bugungacha Mongoliyaning mustaqilligini qabul qilgani yo'q. O halda bu keng zamanға Xitaylar varislik qilmoqchi bo'lsa, kim to'sib olaydi? Bu yerga ko'chirilgan Xitaylar hozirdan tayyor qilinmoqda. Ko'chirilgan Xitaylar. Xitaylar G'arbda bugungi Qozog'iston zaminlarining sharqidagi asosli Uyg'urlar makal tutgan joylarni Manju xalqi davrida tang huquqsiz ili shartnomasi bilan Rossiyaga berib o'tganligini. Bu 14 Chexoslovakiyaga yoki 4 Fransiyaga barobar keladigan zaminning azaldan Xitoylarning zamini ekanligini to'xtamay iddio qilib kelayotgan bo'lib, hatto Xitoylarning mashhur shoiri Libey Balqash ko'lining g'arbiy qirg'og'ida tug'ilgan ekanmish. Acizlaşkan Rossiya O'rta Osiyodagi an'anaviy nüfus rayonlariga Xitoyning besib kirishini to'sib qola olamdi. Sharqda Vladivostokdan Xilonjang daryosi bilan Ussuri daryosining qo'shilgan nuqtasigacha bo'lgan joylar Manju xalqining oxirgi davrlarida Rossiyaning besimi bilan Rossiyaga berib etilgan joylar bo'lib, bu da'vo xili yangi da'vo bo'lish bilan bu joylardagi aholimi Xitoylar bo'lganning ustiga keyingi chaqlardagi ko'chgan yangi ko'chmanlar tufaylidan Ruslar bakma asonliq tushib qolgan bir vaziyatda. Xitoylar Vladivostokni Xaysanvi deb atab kelmoqda. Hala. Saxalin arlini Koyido deb atab kelmoqda. Acizlashgan bir Rossiya uzoq sharqdagi tuproqlarni qanday tutib tura oladi? Xitoylar yangi tuproqlarni mangulik hayotlik makoni qilishning eng ishonchli chorasini tajribadan o'tkazdi, dedi. O holda Xitoylar shirin tushuni hargizmi bir qatimda ishga oshirmaydi. Tarixda o'tgan buyuk istilochilarning xatosini Xitoylar takrorlamaydi.
tarixdagi buyuk istilochilar bir qitimda hammaga chang selib qadimini sabitlamasdan turib dunyoning ham yerini ishg'ol qilishga uringan. Mayli Chingizxon, mayli Napoleon, mayli Gitler. Onun uchun mag'lub bo'lgan. Xitoylar she'rin tushini hargizmi bir qitimda ishga oshirishga urinmaydi. Bir kapamdan yeydi va hazm qilib singdirib etmaguncha ikkinchi qadamni olmaydi. Ya'ni nüfus ko'chirib, yangi tuproqlarda asosiy aholini Xitoy qilib, yerlik aholini bosh ko'tarolmaydigan son va safoga tushirgandan keyin agar boshqa bir cho'ng davlat yoki davlatlar ittifoqi Xitoyga qarshi urush ochib, Xitoyni parchalagan taqdirda bu parchalashning hech qanday siyosiy ahamiyati bo'lmaydi. Chunki parchalangan har bir bo'lak boshqa bir Xitoy davlati bo'lib maydonga chiqadigan bo'ladi. Yani masalan, bugungi kunda Manjuriya yoki Xitoyning atishi bo'yicha Sharq Shimolidagi 3 o'lkani parchalab, bu yerda yangi bir davlat qursa, bu hargizmi Manju davlati bo'lolmaydi. Balki Xitoy davlati bo'ladi. İchki Mo'ng'olni bo'lib chiqib bir davlat quradigan bo'lsa-mu, o'xshashlar yangi bir Xitoy davlati bo'ladi. Bundaq parchalashning ahamiyati qolmaydi. Coğrafiya nuqtasidan parchalansimi, siyosiy nuqtada yanada Xitoy davlati bo'ladi. Xitoylar mana buni allaqachon hisob qilib bo'ldi va shuningga ko'ra harakat qilmoqda. Kelgusida Mong'oliyani va Qozog'istonning sharqini besib olsa, eng az yarim asr tinchlik shuari to'lab, jim turib, bu yerlarda puttirab turaverishning asosini hazırlaydi. Aholi ko'chirib, yerliklarni azaytib yoki yo'qitib, mangulik hayotlik makoni qurib chiqadi. Shuningdan keyin bir noch chiqib Xitoyni parchaladi degan taqdirda bu parçalangan parçamı yanıla Xitoy davlati bo'lib qolaverdi. Mana shunday vaziyat borliq kelgandan keyinlar Xitoylar yana bir qadam kengayish planiga o'tadi. Xitoylar Kaspiy dengizi bo'yiga, Volga daryosi bo'yiga berib bo'ldi qilamdi. Bu Xitoylarning ishtahasiga bog'liq. Dunyoga xo'ja bo'lishni tushash, insoniyat jamiyati borliq kelgan tarixdan beri mavjud bo'lib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin hech biri bu maqsadga yetolmadi. Eng muhim sabablari yangi tuproqlarda yot millatlar yashaydigan bo'lishi, istilochi armiya uchun yetimlik baxsh etganligi, tuproq egallari garchi ojiz bo'lsa-mu, uy egasining jur'ati bilan o'g'irlikka kirgan o'g'rini qo'g'lash ro'yidan voz kechmaganligi uchun oxirgi natijada qo'g'lab chiqarildi. Chunki bir armiyaning tayanchisi o'ziga o'xshash bir millatdan bo'lgan xalqdir. Xalqdan ayrilgan armiya har qancha kuchli bo'lgan taqdirdami tuproq yot, xalq yot bo'lgan muhitdagi armiya uzoq puttirab turolmaydi. Mana bularni Xitoylar yakunlagan tajribalardir. Bugungacha tajovuzga uchragan har qanday bir millatning tuproqi tajovuzchilarning millatidan bo'lgan ko'chmanlar bilan to'ldirilmagan edi. Qachoniki mushu tajovuzchi millatlarning devletlerinin milletini to'ldirilgan ziminlar mangulik hayotlik makoni bo'lib qoldi. Masalan, Shimol Amerikaga o'xshash yoki butun Amerikaga o'xshash. Nüfus ko'chirib, ko'chmanlar bilan to'ldirilganligi uchun uni qo'g'lab chiqarg'ili bo'lmadi. Aslidagi tuproq egallari tugadi yoki osonlikqa tushdi. Ama Xitoylar Manjuriyani, ichki Mo'ng'olni, amdilikda Sharqiy Turkistonni ko'chmanlar bilan to'ldirib, bu yerlarni Xitoy millatining hayotlik makoniga aylantirib qoldi. Bizdan keyin navbat Tibetga keladi. Andin O'rta Osiyo va Rossiyaga navbat keladi. Shundaqla Hindichini davlatlariga navbat keladi. Dunyo bu tinch so'ylab kelayotgan yumshoq guruhlarga sukut qilgan sari bu fursatni uttirib oldina olmaydigan bala qaza bütün dunyoga yomraydi. Xitoyning bugungi holatga kelishiga sabab bo'lgan global kapitalistlar, asosligi Amerika. Bugun go'yo Xitoylar bilan yelib urushib qoladigandek ko'rinayotgan bo'lsa-mu,
Lekin bularning hammasi eg'iz dil bo'lyotdi. Hech qanday cheklash tadbiri amaliy bir qadam ilingani yo'q. Agar Amerika boshchiligidagi G'arb Xitoylarning uchoq kemasini 5 ga yetkazuvgacha sukut qilaversa, hozir 3 bo'ldi. Liaoning, Shandong, Fujian Xitoylarning G'arbi Tinch okeandagi zo'magarlik huquqiga hech kim g'ing qilolmaydigan bo'ldi. Uchoq kemasi 5 ga yetganda. Amerika bu yerlardan bek uzoqda bo'lg'achqa Xitoyning dengiz ustunligi oldida texmo yo'l qo'yishga majbur bo'ladi. Bu vaziyatga kelinganda Tayvanning ishi o'z-o'zidan hal bo'ldi. Tayvandagilarning Xitoy bo'lganligi uchun taraqqiy qilgan bayashat bir Tayvanni vayronchilikqa, nomrodlikqa, motamga patgan bir Tayvanga aylantirib qo'yadigan qarshilikni qilishdan ko'ra, urushsiz Xitoy hokimiyatining hukmronligini qabul qilishni oqilonalik deb qaraydi. Mana shunday qilib Xitoylar Tayvanga chiqimsiz ega bo'lish bilan qolmay, Tinch okeanga cheksiz ochiladi. Hozir Xitoylarning oldin to'sab turibdi Tayvan. Bütün Tinch okeanga ochilishi va tutilishi. Tayvan qo'lga kelgandan keyin Xitoyning oldi ochiladi. Bugungi kunda Tayvanda pat-pat maydonga kelayotgan millatchi Xitoylarning namoyishi va namoyishda ko'tarilayotgan 5 yulduzli qizil bayroqmi tasodifiylik yoki o'z-o'zidan bo'layotgan ish emas. Bu kommunist Xitoylarning yer osti faoliyatlari kuchayganligini ko'rsatadi. Tayvanning Xitoyga qaytishida ichidan moslashadigan og'dirmichi kuchlarmi yuqorida deyilgan natijaga kelib boradigan vaziyatni tuzitish rol o'ynaydi. Bu vaqtda 3. Dünya urushi portlashi mumkin. Ammo xuddi 2. Dünya urushini dastlabida cheklash imkoniyati bor turib, Chamberlainning taslimchiligi tufaylidan balo-qazo kengayib ketgandek ish takrorlandi. Mana bularning hammasi ojizlashgan Rossiya tufayli, buzilgan tangpungliq tufaylidan meydonga keldi. Ba'zi mulohazalarning qarashicha, Rossiya Ukraina urush keltirib chiqarish orqali dal Xitoyni cheklayotganmish. Chunki Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishining asosiy yo'nalishi Rossiyadan o'tadigan bo'lg'achqa. Urush sababidan bu qurilish to'xtaydi ekan, bu qurilish to'xtadi demak, Xitoyning iqtisodiy yemirilishidan derak beramish. Mening qarashim bunga qarshi. Bunga o'xshamaydi. Bir belbog' bir yo'l qurilishining bir necha puti bor. Biri Qozog'istondan janubga burilib, Iran orqali Turkiyaga, Turkiyadan 3-ko'vrik orqali Yevropaga tutishadigan bir oyoq. Yana biri dengiz yo'li. Mana bu ahvolda bir belbog' bir yo'l tamoman to'xtatmaganmaydi. Kelgusida ojizlagan bir Rossiya ustidan bu yo'l davom qilsa, texnik foydali bo'ladi. Chunki ojizlashgan Rossiyaning nurg'un muhtojliklari Xitoyning qo'liga qarashli bo'lib qoladigan bo'lg'achqa, Büyürü dasqınlıdaki pay ayırış kişi Xitayning arzusuga texmi uygun düşü enek. Bugünkü kunda Xitaylarning go'yo odatli Xitaylarning palapartish yo'llanmalari shaklida o'tirib chiqarayotgan Mongoliya nima uchun Jungoga qo'shilib ketishni orzu qiladi yey. Qozog'iston ana vatanga qachon qaytadi yey turdagi yozmalar aslida o'nchoqlarmi beshi bo'sh, birlarining mundaq qil deb qo'yayotgan gaplari emas. Del aksicha bir turdagi ray sinashdir. Bisini sinab beqish urinishidir. Qarshiliklarni, sezgirliklarni o'lchab beqish turdagi urinishlardir. Xitoylarning buyuk Xitoy shirin tushi O'rta Osiyosiz vujudga kelmaydi. Bu vaziyat bo'lsa, faqatla ojizlashgan Rossiya omiliga bog'liq. Chunki G'arb Xitoylarning quruqlikdan G'arbga ilgarilishini to'sib qololmaydi. Bugungi to'sqinlik faqatla Rossiya. Rossiya Ukraina urushi balkim har ikki tarafini bir qo'l yo'llantirayotgan bir o'yin bo'lishi ehtimoliga yaqin. Ya'ni globalistlar Amerika boshchiligidagi G'arbning qo'li orqali Ukrainani, Xitoyning qo'li orqali Rossiyani yo'lab, dunyoning yangi tartibi uchun kerakli zamin yaratayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan tarixdan beri dunyoni boshqarayotganligidan gap etiladigan cho'ng oilalarning oldinqilari urushlarni paydo qildiganligi va urush sanoati orqali foydalarni nechaga qatlaydiganligi haqida birmuncha bayonlar mavjud. Chunki urush bekmi ko'p chiqim bo'ladigan bo'lg'achqa, urush sanoati bilan shug'ullanadigan shirkatlar uchun
urush bir bozor rol o'ynaydiganligi, bir muncha insonlarning hayoti badaliga pul topadiganligimi sir emas. Qarindoshlar o'xshamagan qarashlarini o'rtoqlashsa qarshi olaman. Keyingi qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Xayr xo'sh.